Assalomu alaykum. Gosluga xizmatlarimiz bor bizda. Gosluga nima uchun hozir kerak bo'lyapti? Juda ko'pchilik Moskvada yurganlar, Rossiyada yurganlar buni biladi. Sim karta olish, sim kartalari o'chib qolgan yoki zablokirovka bo'lib qolgan, uni nomiga o'tkazish uchun SMSlar kelib yotgan. Mana shular uchun Gosluga hozir so'ralyapti, zarur bo'lyapti juda ham. Shuning uchun mo'y dokumentga borib ortiqcha vaqt sarflash yoki bo'lmasam qolgan dokumentlarda muammosi bo'lganlar uchun xizmat narxi 200 rubl atiga 10-15 daqiqa ichida Goslugani telefoningizda ochqizdirib beramiz. Telefon orqali, telefonning ichida hech qayerga borib yotmaysiz ortiqcha. Xo'p, uning uchun sizda nima bo'lish kerak? Sizda обязательно birinchi очередь siningiz bo'lish kerak akalar. Keyin sizda приложениялар Sberbank, Tinkoff yoki bo'lmasam Alfa banklaridan qaysidir bittasi bo'lish kerak. И все. 15 daqiqa uzoq bo'lsa 20 daqiqa ichida уже учетный запись подтвержденияsi yo'qoladi. Ko'rib turganlaringdek. Telegram yoki WhatsAppdan aloqaga chiqaverasizlar.